Assalomu alaykum. Oldin xabar berganimizdek, Ahmedov Ahtamga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha taftish instansiyasida ko'rib chiqilib yakunlandi. Va taftish instansiyasi sudi tomonidan ajrim qabul qilinib, Ahmedov Ahtamga nisbatan to'liq oqlov hukmi chiqarilmadi va bir epizodda unga nisbatan ayblov ajrimi qabul qilindi. Oldingi bergan anonsda mazkur ayblov ajrimiga chuqur to'xtalishimiz va uning ayrim jihatlarini tahlil qilib, Oliy sud sudyalari tomonidan xatolikka yo'l qo'yilganligi bo'yicha o'z nuqtai nazarimizni bildirish aytilgan edi. Nihoyat fursat keldi. Bugun ushbu ayb epizodi bo'yicha Oliy sud nimada xato qilganligini men o'z fikrim va nuqtai nazarim bo'yicha sizning hukmingizga havola qilaman. Shu o'rinda Prezident administratsiyasining sud huquq masalalari bo'yicha Prezident administratsiyasi yuridik boshqarma boshliqlarini, Vazirlar Mahkamasining yuridik boshqarmasi boshlig'ini va albatta O'zbekiston Oliy sudi raisi Baxtiyor Islomovni ushbu tahliliy chiqishimizni diqqat bilan kuzatishlarini va unga munosabat bildirishlarini so'raymiz. Sababi biz ushbu tahliliy munosabatimizda Oliy sud sudyalari, ya'ni Rasulov boshchiligidagi sudlov hay'ati qabul qilingan ajrimning xatolarini sizga aniq isbotlab, dalillar bilan ko'rsatib beramiz. Avvalo, Ahmedov kim? Ahmedov Ahtam G'ijduvon tuman hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimida ishlagan. Unga nisbatan G'ijduvon tuman prokuraturasi tomonidan 2023-yil oktyabr oylarida jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayblov xulosalari bilan jinoyat ishi sudga chiqarilgan va mazkur jinoyat ishi dastlab Buxoro viloyatida, keyinchalik oliy sudlarda ko'rildi va kuni kecha Oliy sudning taftish instansiyasida demak ko'rilib o'zini to'xtamiga kelindi. Lekin unga qo'yilgan ayblov bo'yicha oqlov hukmi chiqmadi. G'ijduvon tuman prokuraturasi tergovchisi Laziz Rajabov tomonidan tergov qilingan mazkur jinoyat ishida Ahmedov Ahtamga quyidagicha ayblov epizodi qo'yilgan edi. Ahmedov Ahtam G'ijduvon tuman hokimining o'rinbosari lavozimida ishlab kelib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 20-apreldagi fuqarolarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar hamda o'zboshimchalik bilan qurilgan turar joylarga nisbatan mulk huquqini e'tirof etish bo'yicha bir martalik umumdavlat aksiyasini o'tkazish to'g'risidagi PF 54/21 farmoni ijrosini hamda Vazirlar Mahkamasining 2018-21-yildagi 461 talablariga zid ravishda G'ijduvon tumanidagi Mirzo O'rin omadi fermer xo'jaligiga tegishli bo'lgan qishloq xo'jaligi xaritasining 277-konturidagi yer maydonida fuqarolar J. O'roqov tomonidan 1186 kvadrat metr va A. Hikmatov tomonidan 950 kvadrat metr yer maydonlarida o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratni o'rganish natijalari bo'yicha komissiya raisi sifatida tuzilgan dalolatnomaga imzo qo'yib, hujjatlarni soxtalashtirib, J. O'roqovning nomiga G'ijduvon tuman hokimining 2019-yil 13-martdagi qarorini, A. Hikmatovning nomiga G'ijduvon tuman hokimining 2019-yil 8-avgustdagi qarorlari bilan ularga ushbu yerlarni qonuniy rasmiylashtirib berib, davlat manfaatlariga juda ko'p miqdorda zarar yetkazilgan degan ayb epizod qo'yib, unga nisbatan Jinoyat kodeksi 205 ikkinchi qismi A bandi, 209 ikkinchi qismi A bandi bilan ayblov e'lon qilingan. O'z-o'zidan ushbu ayblovga e'tirozlarimiz borligini bildirib, bosqichma-bosqich Oliy sudning taftish instansiyasigacha bo'lgan sudlov hay'atiga biz o'z shikoyatlarimizni berib keldik. Nihoyat Oliy sudda mazkur shikoyat qabul qilingandan keyin Rasulov raisligidagi sudlov hay'ati ishni ko'rishni boshladi. Yuqorida ta'kidlangandek, qisqa qilib aytaman, Ahmedovga demak, prezidentning o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlarga mulk huquqini berish to'g'risidagi farmoni va Vazirlar Mahkamasining ushbu farmon ijrosi natijasida ijrosini ta'minlash bo'yicha 461 qarori talablariga zid ravishda G'ijduvon tumanidagi Mirzo O'rin omadi fermer xo'jalik tegishli yer maydonida
2 nafar fuqaro tomonidan uy-joylar, o'zboshimchalik uy-joylar qurilishi evaziga fermerga va davlat manfaatlariga zarar yetkazilganligi holati bo'yicha ayb ibzot qo'yilgan. Ya'ni ekin yeriga qurilgan uy-joylarga mulk huquqini berish to'g'risida qaror chiqarishga sababchi bo'lgan degan ayb epizod turibdi. Dastlab ushbu ayb epizodi o'zi tasdiqlanganmi yo'qmi? Jinoyat ishida ushbu ayblov epizodini tasdiqlovchi nima dalil borligiga to'xtalaman qisqa. Jinoyat ishi bo'yicha ushbu ayb epizodini tasdiqlovchi ikkitagina hujjat bor ekan tahlil qilganimda. Birinchisi, demak jinoyat ishining 4-jildida mana shunday xulosa bor. Biz nusxa olganmiz qora harflarda, men o'qib beraman. Sanalarga, yillarga e'tibor bering. 2022-2020-iyunda G'ijduvon tuman Kadastrlar palatasi G'ijduvon tuman filiali rahbari B. Amonov tomonidan va kadastr agentligi G'ijduvon tuman bo'lim boshlig'i O. Hakimov tomonidan xulosa. Todon mahalla fuqarolar yig'ini Todon qishlog'i hududida yashovchi fuqaro Hikmatov Asadga tegishli uy-joy egallangan yer maydon Sadriddin Ayniy qishloq massivi xaritasining 277-konturidagi 60 bal bonitetli ekin yer maydoni bo'lib, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer maydon toifasiga kiradi degan xulosa. Va ikkinchi xulosa aynan shu Baxtiyor Amonov tomonidan berilgan xulosa mana. Bunda bu xulosa ham 2022-yil 20-iyunda berilyapti. G'ijduvon tuman prokuratura tergovchisi Laziz Rajabovga. G'ijduvon tumani Todon mahalla fuqaro yig'ini Todon aholi punktida yashovchi fuqarolar Nazarov Sharif, Hikmatov Asad, Tog'ayev Sadullo, Ahmedov Farhod, Uroqov Jo'rabek, Baqoyev Maqsud, Baqoyev Mahmud, Yodgorov o'tkir foydalanishda bo'lgan uy-joy qurilgan yer maydonlari Mirzo O'rin Omadi fermer xo'jaligi qarashli bo'lgan 277-konturda joylashgan bo'lib, ushbu yerlar sug'oriladigan yerlar toifasiga kiradi. Ushbu yer maydonlari uchun Mirzo O'rin Omadi fermer xo'jaligi tomonidan yer uchastkasini muddatli ijaraga olish shartnoma tuzilgan degan, demak, oddiy xat berilyapti. Mana shu ikkita xatga asosan yuqoridagi ayb epizodi bo'yicha ayblov e'lon qilinyapti Ahmedovga nisbatan. Kamchilik tergov organi tergovchi Laziz Rajabov ushbu holatda mazkur xatdan boshqa hech narsa olmagan. Ya'ni 277-konturdagi gektarlar maydoni qancha gektardan iboratligi, ushbu gektarda haqiqatdan ham yuqoridagi fuqarolar uy-joylari qurilganligi bo'yicha qurilgan joylar haqiqatdan ham hozirda ham 277-konturda joylashganmi yo'qligi, xaritani o'zi, mazkur fuqarolar tomonidan qurilgan uy-joylar qachon qurilganligi va qanchadan buyon foydalanib kelayotganligi va ushbu uy-joylarga qurilgan, ushbu yerlarga qurilgan uy-joylar uchun soliq, kommunal to'lovlar, gaz, svet va boshqa to'lovlar qachondan boshlab to'lov amalga oshirib kelayotganligi, nima uchun bu joylar fuqarolar tomonidan o'zi aslida o'z boshimchalik bilan egallab olinganligi holatlari o'rganib, tekshirib chiqilmagan va jinoyat ichida mavjud emas. Xuddi shunday sudlar ham ushbu holatni yo'l qo'ygan xatoni takrorlab o'rganmasdan kelmoqda. Aynan Oliy sudning sudlov hay'ati ham ushbu holatni garchi biz barcha hujjatlarni, ya'ni yuqorida aytilgan hujjatlarni taqdim qilgan bo'lsak-da, e'tiborga olmadi. Endi bu ayb epizod bo'yicha Oliy sud qanday yo'l tutdi? Eslatib o'taman, yuqoridagi ayb epizodi bo'yicha Ahmedov 205 va 209-moddalar bilan ayb e'lon qilingan edi. Oliy sud ushbu ayb epizodini ko'rib chiqib, Rasulov boshchiligidagi hay'at a'zolari Kadirov va Abubakirovlardan iborat sudlov hay'ati ishni ko'rib chiqib, 2025-yil 19-sentyabr kuni taftish instansiyasining, ya'ni Oliy sud jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati taftish instansiyasining ajrimini qabul qildi. Ajrimdagi yuqorida aytilgan, ya'ni mansab vakolatini suiiste'mol qilib, demak, dalolatnomaga soxta ma'lumotlar kiritib, ikkita fuqaroga Mirzo O'rin Omadi fermer xo'jaligi yer maydonlarida qurilgan uy-joylar bo'yicha tuman hokimining qarorini chiqarib berishga erishgan degan ayblovni Oliy sud o'zgartirib, Jinoyat kodeksining 207-moddasiga qayta malakaladi. Nimani asos qildi Oliy sud? Qarang. Sud Ahmedovning harakatlarini
mansab vakolatini suiiste'mol qilib, prezidentning 54-20 sonli farmoni va Vazirlar Mahkamasining 460 sonli qarori talablariga zid ravishda G'ijduvon tumanidagi Mirzo O'rin Omadi fermer xo'jaligiga tegishli bo'lgan qishloq xo'jalik xaritasining 277-konturidagi 60 ball bonitetli ekin yer maydonida fuqarolar O'roqov va Hakimovlar tomonidan o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratni o'rganish natijalari bo'yicha tuzilgan dalolatnomaga komissiya raisi sifatida imzo qo'yib, hujjatlarni soxtalashtirib, ushbu soxta dalolatnomalarga asosan O'roqov va Hikmatovlarga tuman hokimining qarorlari chiqarilishini xato kvalifikatsiya qilingan deb ushbu holatni quyidagicha asoslarga ko'ra Jinoyat kodeksi 207-moddasiga qayta malakalayman deb yozyapti. Asosni qarang. Ahmedov G'ijduvon tuman hokimi o'rinbosari lavozimida ishlab kelib, prezidentning bir martalik aksiya doirasida qabul qilgan farmoni doirasida o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratga nisbatan mulk huquqini e'tirof etish hamda ko'chmas mulkka nisbatan huquqni e'tirof etish ishlarini tashkil etish bo'yicha komissiya raisi sifatida, eslab qoling, komissiya raisini vazifalarini sanayapti sud. Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqni e'tirof etish bo'yicha bir martalik aksiya doirasidagi nizomda belgilangan o'rganish natijalari bo'yicha aniqlik kiritilishi lozim bo'lgan holatlar mavjud bo'lsa-da, ularni komissiyaning umumiy yig'ilishida hal qilish choralarini ko'rishdan iborat mansab vazifalarga sovuqqonlik bilan qarab, ya'ni o'z vazifasiga loqaydlik munosabatda bo'lishi oqibatida ularni lozim darajada bajarmasdan Vazirlar Mahkamasining 461-son qarori talablariga zid ravishda Mirzo O'rin Omadi fermer xo'jaligiga tegishli bo'lgan 277-konturdagi 60 ball bonitetli ekin yer maydonida fuqaro O'roqov tomonidan 1186 kvadrat metr, Hikmatov tomonidan 952 kvadrat metr maydonda o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratni o'rganish natijalari bo'yicha tuzilgan dalolatnomaga komissiya raisi sifatida imzo qo'yib, ushbu dalolatnomaga asosan O'roqov va Hikmatovning nomiga G'ijduvon tuman hokimining qarorlarini chiqarishga erishib, ushbu yer maydonlarini noqonuniy egallanishiga yo'l qo'yganligi natijada davlat manfaatlariga juda ko'p miqdorda zarar yetkazishga sababchi bo'lgan. Mazkur harakatlari bilan Jinoyat kodeksi 207-moddasida qayd qilingan jinoyatni sodir etgan degan to'xtamga keldi. Mazkur to'xtam Oliy sud sudlov Rasulov boshidagi sudlov hay'ati mazkur to'xtamga kelishga juda ko'p bor xatolikka yo'l qo'ygan. Qaysilar ushbu o'qigan hozirgi demak ayblov dispozitsiyasi asoslantirilgan emas sudlov hay'ati tomonidan aytaman boshidan. Bir martalik aksiya doirasida o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratga nisbatan mulk huquqini e'tirof etish hamda ko'chmas mulkka nisbatan huquqni e'tirof etish ishlarini tashkil etish bo'yicha komissiya raisi sifatida. E'tibor bering. Komissiya raisini vazifalarini yozyapti. Eslab qoling. Va nizomda 461-sonli qaror bilan tasdiq nizom nazarda tutilyapti. Nizomda belgilangan o'rganish natijalari bo'yicha aniqlik kiritilishi lozim bo'lgan holatlar mavjud bo'lsa-da, ularni komissiyaning yig'ilishiga hal qilish choralarini ko'rmasdan deyapti. Mana shu ikkita narsa unga vazifasiga sovuqqonlik bilan qarashga asos bo'lgan ekan. Lekin nizomda ushbu ikkita qayd qilingan holat ham ko'rsatilgan emas. Mulk huquqini e'tirof etish bo'yicha tuman shahar komissiyalarining raislari Vazirlar Mahkamasining 461-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomda ko'rsatilgan emas. Oliy sud sudlov hay'ati, ya'ni Rasulov ushbu holatda komissiya raisi sifatida ko'chmas mulkka nisbatan huquqni e'tirof etish ishlarini tashkil etish lozim edi degan jumlasini asoslab bermagan. Nizomda komissiyani ishini tashkil etish raisga yuklanadi degan joy yo'q. Birinchi xatolik. Ikkinchisi, nizomda belgilangan o'rganish natijalari bo'yicha aniqlik kiritilishi lozim bo'lgan holatlar mavjud bo'lsa-da, ularning komissiyaning umumiy yig'ilishida hal qilish choralarini ko'rishdan iborat mansab vazifalarga sovuqqonlik bilan qaraganda. Takroran aytaman, nizomda belgilangan o'rganish natijalari bo'yicha aniqlik kiritishi lozim bo'lgan holatlar mavjud bo'lsa-da degan jumla bor nizomning 16-bandida, lekin
aynan qaysi holatlar o'rganilishi lozim bo'lgan holatga kirishi qayd qilinmagan nizomda va aynan qaysi holatlar komissiyaning umumiy yig'ilishida hal qilish chorasini ko'rish kerakligi ham qayd qilinmagan nizomda va aynan komissiya raisining vazifasi va vakolatlari va bajarishi lozim bo'lgan holatlar ham yozilmagan. Nizomni marhamat olib, o'qib, chuqur tahlil qilishingiz mumkin. Sudni rahbarlari, administratsiya mas'ul xodimlari. Yana takroran aytaman. Ahmedov komissiya raisi sifatida faoliyat yuritgan, lekin nizomda komissiyaning raisi hisoblangan shaxsni, ya'ni komissiya raisining vakolatlari, vazifalari qayd qilingan emas. Va aynan Rasulov boshidagi sudlar hayati qayd qilingan, ya'ni ajrimda qayd qilingan ushbu ikkita holat ham komissiya raisini vakolatiga kirmaydi. Va bu yerda meni tushunishimcha Rasulov va sudlar hayati fermer xo'jaligini 277-konturdagi yer fermer xo'jaligiga tegishli bo'lgan. Shuni komissiya yig'ilishiga qo'yib o'rganish kerak edi demoqchi bo'lgan bo'lsa kerak menimcha. Men shunday tushunyapman. Chunki ajrimda tushuntirib bermagan. Shu uchun ushbu ikkita asoslantirilgan holat, ya'ni 207 ga 205 209 dan Jinoyat kodeksining Jinoyat 207-moddasiga o'tish holati asoslari mutlaqo asoslantirilmagan va dalillar bilan isbotlanmagan. Shuning uchun Ahmedovning harakatlarni 207-modda Jinoyat kodeksi 207-moddasiga qayta kvalifikatsiya qilinganligini asossiz deb hisoblayman. Menimcha tushuntirib bildim. Bo'ldi, mana Oliy sud sudlov hay'ati ajrimidagi holatni bildik. Endi shu holat umuman o'zi sudda isbotini topdimi, yo'qmi degan savolni men quyidagi dalillar bilan asoslantiraman. Javob bitta. Oliy sud qo'pol xatolikka yo'l qo'ydi. Ahmedovning harakatlari Jinoyat kodeksi 207-moddasi bilan kvalifikatsiya qilinganligi asossiz va isbotlanmagan holat ekanligini men quyidagi dalillar bilan yana bir karra to'liq isbotlab beraman. Ayblovni endi buni butun omma ko'radi, shuning uchun boshidagi so'zlar esdan chiqib ketganligi uchun yana bir karra takrorlayman ikkita so'z bilan. Ahmedov G'ijdon tuman hokimligida o'rinbosar sifatida faoliyat yuritib kelib, prezidentning bir martalik aksiya doirasida tuman hokimligi komissiyasining raisi sifatida fuqarolar O'roqov va Hikmatovlar tomonidan G'ijdon tumanidagi Mirzo O'rin omadi fermer xo'jaligiga tegishli yer maydonini o'z boshimchalik bilan egallab, uy-joy qurish natijasida tuman hokimining qarori chiqarildi va mana shu jarayonda Ahmedov bunga yo'l qo'yib berdi tuman hokimi qaror chiqarishga va o'z vazifalarini lozimcha bajarmadi. Qaysini? Ya'ni nizomda belgilanganidek u rais sifatida bu narsani aniqlamadi. Ya'ni yer Mirzo O'ringa tegishli ekanligini yoki ekin yeri ekanligini hamda bu holatlarni demak aniqlamadi va komissiyaning umumiy yig'ilishiga qo'ymadi degan ikkita vaj bilan. Demak, avvalo farmonni ayrim bandlarini men eslatmoqchiman sudlov hay'atiga va Oliy sud raisi Islomovga va xalqimizga marhamat ularni baho bersin, yuristlarga ayniqsa. Farmonda kirish qismida quyidagi jumlalar mavjud. Ya'ni farmonni 5-xat boshida ketdik, sitata. Xususan, uy-joyga ega bo'lish va qurishning qonuniy mexanizmlari mavjud bo'lishiga qaramasdan, minglab fuqarolar ko'p yillar davomida o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalarida yakka tartibda uy-joylarni noqonuniy barpo etishgan. Undan keyingi xat boshi. Bitta keyingisi. Fuqarolarga e'tibor bering. Fuqarolarga yer uchastkalarini uy-joy qurish uchun muayyan to'lov evaziga noqonuniy berish yuzasidan fermer va dehqon xo'jaliklarining til biriktirishi bo'yicha ko'plab holatlar mavjud. Mana sizga farmonni o'zida yozib qo'yibdi. Fermer va dehqon xo'jaliklari to'lov evaziga fuqarolar bilan til biriktirib, yer uchastkalariga uy-joy qurilishi holatlari ko'plab sodir bo'lyapti, ko'plab mavjud, aniqlangan deb yozib qo'yibdi o'zi. Qanday qilib bunday holatda fermer xo'jaligini yerida, kelinki o'sha ekin yeri bo'lsin,
o'zboshimchalik bilan qurilgan turar joyni biz farmon talablariga zid bu yoki Vazirlar Mahkamasining 460 qaroriga zid bu, bunga biz mulk huquqini bermaymiz deb biladi komissiya qanday qilib? Bu birinchisi. Ikkinchisi, ikkinchi bandi farmonning belgilab qo'yilsinki 2019-yil 1-mayga qadar mazkur farmon qabul qilingan vaqtga qadar qurilish maqsadlari uchun ajratilmagan yer uchastkalarida yoki imorat qurish uchun ruxsatnoma olmasdan qurilgan turar joyga nisbatan mulk huquqi ushbu obyektga o'z shaxsiy mulki kabi halol, oshkora, uzluksiz egalik qilayotgan shaxslarga quyidagi shartlar asosida berildi deyapti. Ya'ni ushbu yer uchastkasi qonun hujjatlariga muvofiq turar joy qurish uchun ajratilishi mumkin bo'lmagan yer maydonida joylashmagan bo'lishi kerak. Nima degan? Qurilish uchun ajratilishi mumkin bo'lmagan yer maydonlari bor bizga. Nimalar bo'ladi? Himoya zonalari, gaz, elektr, suv, zovur, alohida toifalangan obyektlar, qo'riqlanadigan obyektlar va hokazolar yer kodeksi asosan. Mana shu joylarda joylashmagan bo'lishi kerak, birinchi sharti. Ikkinchisi, boshimchalik bilan qurilgan imoratlar shaharsozlik norma va qoidalar talablarini buzmayotgan bo'lishi kerak va ularni saqlab qolishi boshqa shaxslarning huquq va qonun bilan qo'riqlanayotgan manfaatlarini buzmasligi, fuqaroning hayoti, sog'lig'iga xavf tug'dirmasligi kerak. Tamom, ikkita sharti bor. Qani bu yerda o'zboshimchalik bilan egallangan yer maydonlarida qurilgan imoratlar fermer xo'jaliklari yerlariga qurilgan bo'lsa yoki ekin yerlariga qurilgan bo'lsa e'tirof etilmaydigan jumla qani? Ikkita shart qo'yapti farmon. Belgilangan joylarda, ya'ni qurilish uchun belgilanmagan joylarda qurilmagan bo'lishi kerak, bu birinchisi. Ikkinchisi, shaharsozlik normalariga zid bo'lmasligi kerak va boshqa shaxslarning huquq va qonuniy manfaatlarini buzmasligi kerak. Boshqa narsa yo'q. Oliy sud nimani olyapti? Bu deyapti, Mirzo Omad fermer xo'jaligining yeri bo'lgan, o'sha yerda qurilganligini Ahmedov inobatga olmagan, natijada masa vakolatiga sovuqqonlik bilan qaragan. 207-modda bilan men kvalifikatsiya qilaman dedi. Farmonni nimaga bunday talqin qiladi Oliy sud sudyalari? Prezident administratsiyasiga farmonni sharhlash bo'yicha, shu joyga tushuntirish bo'yicha sud so'rovi yuborish kerak edi. Keyingisi, farmonning 4-bandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyat, Toshkent shahar hokimliklari va Oliy sudga to'g'ridan-to'g'ri topshiriq prezident farmonida qarang. Oliy sudi bir martalik aksiyani amal qilish muddati tugunga qadar sudlarga o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlarni buzib tashlash bo'yicha da'vo kirishni to'xtatib turilishini. Ikkinchisi, sudlarning turar joy sifatida foydalanayotgan o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlarni buzib tashlash to'g'risida ko'rib chiqilayotgan da'volari hamda ijro qilinmagan qarorlari bo'yicha kelishuv bitimlari tuzishni ta'minlasinlar deyapti. Mana Oliy sudda ko'rsatma beryaptiki, agar sudda shunaqa toifada ish ko'rayotgan bo'lsa, to'xtatgin. Ko'rib chiqilib ijroga qilayotgan bo'lsa, kelishuv qilgin deyapti fuqaro bilan deyapti. Bu farmonni talabi. Ushbu farmon asosida Vazirlar Mahkamasining 460-sonli qarori qabul qilingan talablarni qisqa tushuntiraman, vaqtim cho'zilib ketyapti. Farmonni talabi bo'yicha qabul qilingan 2018-20-iyundagi 460-sonli qaror. Demak, qarorni 4-bandida komissiya tuzilyapti. Biz tuman Ahmedov darajasida komissiyani olamiz. Ahmedov darajasida komissiya bu tuman shahar komissiyasi deb nomlanadi va uning asosiy vazifasi belgilangan. Tuman shahar komissiyasining vazifasi 4-band V bandida. Aksiya doirasida ko'chmas mulkka huquqni e'tirof etish bo'yicha taqdim etilgan murojaatlarni ko'rib chiqish va ularning natijalari bo'yicha xulosa berish komissiya. Ikkinchisi, aksiya doirasida ko'chmas mulkka nisbatan huquqni e'tirof etish uchun taqdim qilingan murojaatlarni ko'rib chiqishda komissiyalar a'zolari tomonidan joyiga chiqqan holda o'rganish ishlarini tashkil etish. Demak, a'zolari tomonidan a'zolar chiqadi, komissiya raisi emas. Shu joyda e'tibor bering. Uchinchisi vazifasi komissiyani ko'chmas mulkka nisbatan huquqni e'tirof etishga to'sqinlik qilayotgan holat va kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha murojaat etuvchiga tavsiyalar berish. Keyingi vazifasi viloyat, Toshkent shahar komissiyalariga hisobotlar berish, tuman shahar kengashlariga axborot berish. Yana bitta narsa e'tibor beramiz. Qarorning 6-bandida Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyat, Toshkent shahar hokimliklari yer resurslari geodeziya kartografiya davlat kadastri qo'mitasi bilan birgalikda
ko'chmas mulkka nisbatan huquqni e'tirof etish to'g'risida tuman shahar hokimi qarori qabul qilingandan keyin e'tibor bering shunga, ko'chmas mulk obyektlari yagona elektron ma'lumotlar bazasiga hamda yer fondi toifalari bo'yicha hisobotlarga tegishli o'zgarishlar kiritin deb topshiriq beradi. Ya'ni qaror chiqqandan keyin yer toifalari agarda fermerda turgan bo'lsa, ekin yerda turgan bo'lsa, qayerda turishidan qat'iy nazar qaror chiqdimi, shu yer toifasiga hisobotiga o'zgarish kiritib qo'y deyapti. Viloyat, Toshkent shahar hokimliklari bilan yer uslari kadastr qo'mitasida. 7-band. Nizomga muvofiq jismoniy shaxslarning arizalarini qabul qilish, ko'rib chiqishda idoralararo elektron hamkorlik tizimi uzluksiz ishlashini ta'minlash kerak. Bu ish jarayoni faqat elektron shaklda olib boriladi deyapti. Qog'oz shaklda emas. Shunga ham eslab qolinglar. 9-bandda shuni e'tirof etilyaptiki, hududiy komissiyalar, ya'ni tuman shahar komissiyalari tomonidan ko'chmas mulkka nisbatan huquqni e'tirof etish ishlarini tashkil etish bo'yicha axborotlar kiritilishi faqatgina demak elektron shaklda amalga oshirilishi belgilab qo'yilyapti. Va ushbu demak qaror bilan nizom tasdiqlanyapti. Nizomga ko'ra komissiya demak e'tirof etish bo'yicha tuman shahar komissiyasining a'zolari o'rtasida axborot almashish 4-bandda, nizom 4-bandida tuman shahar komissiyalari o'rtasida axborot almashish faqatgina elektron hamkorlik tizimi orqali amalga oshiriladi deb aytilyapti. Komissiyani demak tarkibi tasdiqlanyapti. Unga ko'ra komissiyani ishchi organi bu viloyatlar, Toshkent shahar yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasining tuman shahar filiallari ekanligi qayd qilinyapti. Ular komissiya ishchi organi hisoblanadi. Yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasini tuman shahar demak filiallari. Demak, komissiya a'zolari nizomning 13-bandida yozilgan. Bular kim? A'zolar e'tibor bering. Tuman shahar yer resurslari davlat kadastri bo'lim boshlig'i xulosa beradi. Tuman qurilishi bo'lim boshlig'i xulosa beradi. Tuman shahar ekologiya atrof-muhitni muhofaza qilish inspeksiyasi xulosa beradi. Tuman davlat bosh sanitariya vrachi, tuman ichki ishlar bo'limi, tuman shahar davlat soliq inspeksiyasi, tuman shahar yong'in xavfsizligi inspektorlari 7 ta a'zosi bor. Shu bilan tugadi komissiya. Qani bu yerda komissiya raisining vazifasi yoki vakolatlari nima ish qilishligi yozilmagan. Aynan mana shu nizomning 13-bandida komissiyaning a'zolari tomonidan joylarga chiqib nima xulosalar berishi qayd qilingan. 14-bandida tuman shahar adliya bo'limi mazkur aksiya davomida demak qonunni qo'llanilishi va amaliyotni bir xilda olib borish, ta'minlash choralarini ko'rilishi, agarda qonun buzilishlar holatlari aniqlanganda imkon beruvchi sabab shart-choralarni bartaraf etish choralari ko'rib borish ko'rsatilgan. Shunga ko'ra 16-17 bandlarga ko'ra, nizom bandlariga ko'ra komissiya ishchi a'zolari joylarga chiqib, o'rganib, o'z xulosalarini tuzib, tizimga yuklaydi. Va tizimning barchasi komissiyaning ishchi organi, ya'ni kadastr tuman shahar filialiga kelib tushadi va ular dalolatnomani shakllantiradi. Dalolatnoma komissiya ishchi organi, ya'ni kadastr boshlig'i tomonidan imzolanadi. Ana undan keyin ushbu dalolatnoma tasdiqlash uchun komissiya raisiga yuboriladi. Komissiya raisi demak faqatgina tasdiqlaydi. Dalolatnomaga komissiya ishchi organi tomonidan o'rganish davomida tuzilgan ko'chmas mulk obyektining plani ilova qilinadi deb qo'yildi. Tamom. Endi savol Oliy sudning sudlov hay'atiga, Rasulov boshchiligidagi hay'at a'zolariga, qani bu yerda siz tomoningizda ajrimda keltirilgan 461 va prezident farmoni talablarini zid ravishda deyapsiz. Qani qaysi talabga zid ekan va qaysi nizom talablarini qayerga aniqlik kiritish lozim ekan va komissiyaning yig'ilishiga nimani qo'yish kerak ekan? Qani bu yerda aytilgan? Keltirilgan ajrimda keltirilgan holatlarni sudlov hay'ati asoslab bera olmagan. Bundan tashqari 16-banddan ko'chirgan dedik, sudlov hay'atini o'qib beramiz. 16-bandda nima deyilyapti nizomni? O'rganish natijalari bo'yicha aniqlik kiritilishi lozim bo'lgan holatlar mavjud bo'lsa, ular komissiyaning umumiy yig'ilishida uzil-kesil hal qilinadi. Bunda tuman adliya bo'lim boshlig'ining normativ hujjatni qo'llash bo'yicha xulosasi inobatga olinadi, deyapti.
Savol: nizomda aniqlik kiritish lozim bo'lgan holatlar mavjud bo'lsa deb yozilgan bo'lsa, qaysi holatlarga aniqlik kiritilishi qayd qilinmagan, ya'ni holatlar sanalmagan va umumiy yig'ilishda qaysi holatlar kiritilishi qayd qilinmagan. Va biroq sudo hay'ati fermer xo'jaligiga tegishli yer maydoniga qurilgan, o'z boshiga qurilgan imoratlar holatlarini komissiya yig'ilishida ko'rish kerak edi degan xulosaga kelyapti. Lekin vaholanki nizomda bunaqa, agar u fermer xo'jaligining yerida yoki ekin yer maydonida qurilgan bo'lsa, o'z boshiga qurilgan imoratlar, buni komissiya yig'ilishga qo'yasan degan joyi yo'q, ochib berilmagan. Takrordan aytaman, o'rganish natijalari aniqlik kiritish lozim bo'lgan holatlar. Aniqlik kiritilgan. Ya'ni nima? O'roq bor, Hikmat bor, komissiyaning a'zolari 7 ta a'zo borib ko'ryapti. 13-bandida qayd qilingan yer sudlari kadastr bo'limi xulosasi beryapti. Qaysi yerda qancha hajmdagi yerni kim egallagan, qachondan beri yashab kelyapti, hammasi yozilgan. Aniqlik kiritilgan ma'lumotlar. Yana nimasiga aniqlik kiritish kerak? Yana nimasiga, demak, komissiyaga qo'yish kerak? Shuning uchun, demak, sud hay'ati o'zini o'sha ikkita ko'rsatgan holat, ya'ni aniq komissiyani yig'ilishida aniqlik kiritish kerak edi Ahmedov. Nizom bilan yuklatilgan vazifalarni lozim darajada bajarmagan. Nizom bilan hech qanaqa vazifa yuklatilmagan. Qani ko'rsatib olmadik-ku. O'q chiqdi yo'q bu narsa. Qaysi vazifa yuklatilgan menga? Mana sizga nizomda qayd qilingan holatlar. 26-bandda quyidagi holatlarda o'zboshimchalik imoratga umrbodlik yo'lchi beriladi. Birinchisi, o'zboshimchalik egallab olingan jismoniy shaxslar tomonidan o'zlikcha foydali uchastkalari agar o'zboshimchalik qurilgan imoratda boshqa shans huquqlari farmoni ko'rsatiladi. Xalaq qilmasa yoki ta'sir qilmasa ularning huquqlari. Bunaqa holat yo'q. Demak, shuning uchun nizom va farmonda komissiya raisining vazifalari berilmaganligi hamda qaysi holatlarga aniqlik kiritish kerakligi komissiya yig'ilishiga kerakligi ko'rsatilmagan. Vaholanki O'roqovda ham, Hikmatovda ham u ishlarida ham birorta aniqlik kiritishi kerak bo'lgan holat mavjud emas. Endi komissiya nima harakatlarni qilgan qarang. Hikmat tomonidan davlat xizmatlari orqali komissiyaga ariza kelyapti. Ariza ishchi organ Vijdon tuman kadastrlar filialiga tushgandan keyin, demak, kadastrlar Vijdon tuman yer resurslari va kadastrlar bo'lim boshlig'i D. Ikromov tomonidan xulosa tuzilyapti. Mana xulosa. Tizimdan olingan. Xulosada Hikmatov demak, Todon MFYda egallagan uy-joy qurilib olingan yer uchastkasi aholi punktiga kirishi va tuman zaxira yer fondidagi qishloq xo'jaligi foydalanadigan yerlar ekanligi yozilib yuriladi. Xuddi shunday O'roqov Jo'rabekga berilgan xulosa bor. Vijdon tuman yer ustalari davlat kasb bo'limi boshlig'i D. Rahmatov tomonidan, bu D. Rahmatov tomonidan berilgan. Unda ham demak, O'roq tomonidan egallangan yer uchastkasiga qurilgan joy aholi punkt toifasiga kirishi va tuman zaxira yer fondidagi qishloq xo'jaligi foydalanadigan yerlar ekanligi qayd qilingan. Va qolgan 6 ta a'zolar ham xuddi shunday ma'lumotlar berib, tizim orqali ishchi organ kadastrlar palata filialiga kelib tushgan. Ishchi organ mazkur xulosalarga asosan dalolatnoma shakllantiryapti. Ishchi organi rahbari tagida dalolatnoma imzolab tasdiqlash shu komissiya raisiga yuboradi. Ya'ni Ahmedov Ahtam tizimdan kelgan holatlarni demak o'rganib, birortasida e'tiroz bo'lmagandan keyin o'z demak elektron muhr bilan tasdiqlab yuboradi. Vaholanki prezident farmonida bitta jumla ishlatilgan edi. Ya'ni ariza topshirilgan paytda prezident farmonida va Vazirlar Mahkamasining ariza qabul qilinishida ortiqcha hujjatlar qabul qilishga yo'l qo'yilmasin deb e'tirof etilyapti. Ya'ni faqatgina ariza va demak o'sha qachon qurilganligi bo'yicha mahalla komitetining ma'lumotnomasi ilova qilinadi. Undan boshqa hujjat olishi talab qilinmasin degan norma belgilab qo'yilgan. Shuning uchun demak Ahmedov tomonidan ishchi organ va komissiya a'zolari to'liq o'zini ijobiy xulosalarini bergandan keyin tizim orqali kelgan dalolatnomani tasdiqlab beradi.
u bu tasdiqlagandan keyin G'ijduvon tuman hokimining ikkita qaror chiqyapti 2019-yilda. To 2022-yilgacha hech kim ushbu qaror nisbatan e'tiroz bildirmagan. Ayniqsa Mirzo Omad O'runov fermer xo'jaligi mani yerimdan egallab olib uy-joylar qurilgan degan biror joyga shikoyat ham qilinmagan, buni xabari ham yo'q. Sudayat Azimda ham shuni qayd etgan, ya'ni Mirzo Omad O'runov fermer xo'jaligi raisi tergov harakatlari bo'limiga qadar ushbu holatdan xabari yo'qligini bayon qilgan. Sudda ham o'tdi deydi. Mana sizga demak oqlov tasdiqlovchi dalillar. Biz birinchi farmonni tahlil qildik, Vazirlar Mahkamasining qarorini tahlil qildik, nizomini tahlil qildik. Endi ishchi guruh demak komissiya a'zolarining xulosalarini tahlil qildik. Bunday holatda qanday qilib biz aniqlanish kerak bo'lmagan holatda ko'rsatilmagan bo'lsa Ahmedov aniqlash kerak edi, kamchilikga qo'yish kerak edi. Fermerning yeri bo'lganligi uchun unga qaror chiqarilishiga yo'l qo'ymaslik kerak deb bilamiz. Endi qarang, asosiy ishga o'tamiz. Mazkur yer maydonlari ushbu fuqarolar va ularning otalari tomonidan ularga o'sha paytdagi kolxozlar bo'lgan, kolxoz Sadadin Ayni kolxozi, ya'ni o'sha paytdan Sika xo'jaligi nomlangan xo'jaligini demak va qishloq fuqarolar yig'ini, qishloq fuqarolar yig'ini sovetlarini demak qarorlari asosida tomorqa yer sifatida belgilangan 90-92-yillarda berilgan ekan. Biz uni arxivlardan olib Oliy sudga taqdim qildik. Bizga xomadorni ko'rsataman desam, lekin Oliy sudda turibdi. Nimaga e'tibor olmadi va uni hattoki ajrimga ham kiritib, unga baho ham bermagan. Vaholanki men Jinoyat protsessual kodeksining 87-moddasiga asosan advokat tomonidan surishtiruv natijalari asosida yig'ilgan va qo'lga kiritilgan dalillarni sudga taqdim qilib, uni ko'rilishini va huquqiy baholanishi majburiy ekanligini aytib, uni dalil sifatida e'tirof etish va unga baho berishni so'ragan. Nimaga? Aytirimda u qayd qilinmagan, u iltimosnoma bilan berilgan u narsa. JBKning 87-moddasiga ko'ra. Lekin sud hayati bunga umuman munosabat bildirmagan. Mana bizda Oliy sudda sudyalar qanday ishlaydi? JPK qoidalari qanday nazarga ilmaydi, mana ko'rib qo'ying. Keyingisi davom ettiramiz keldi. 90-92-yilda tomorqa sifatida kelayotgan bo'lsa, 2002-2004-yillarda ular imorat qurishni boshlaydi. U paytda Mirzo Omad O'runov degan fermer xo'jaligi umuman bo'lmagan. U paytda Istiqlol fermer xo'jaligi bo'lgan ekan. Biz asosini topdik, hozir aytaman. Mana shu paytda Istiqlol fermer xo'jaligi faoliyat yuritgan paytda, demak tomorqa sifatida berilgan bo'lsa, qaror yo'q. Uy-joy qurishga emas, balki uy-joy qurish qilmaslik sharti bilan tomorqa sifatida berilgan. 90-92-yillarda xabarimiz bor, hamma bilamiz. Aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida aholiga tomorqa yerlari bo'lib berildi. Ya'ni oziq-ovqat mahsulotlari ekib yetishtirish uchun. Xuddi shu paytda O'roq To'ymurod, ya'ni O'roq Jo'rabekning otasi O'roq To'ymurod bo'lgan. Hikmatovni demak tog'asi olgan bo'lgan, bor hozir uning familiyasi. Mana shular olib bu joylarni Sadulla tog'ay olib bu joylarga tomorqa sifatida foydalanib kelayotgan bo'lgan. 2002-2004-yillarda keyin bu joylarga ular qurishgan. Buni biz Oliy sudga Google syomkadan, Google'dan olingan tasvirlarni ham berdik 2000-yilda. Mana qurilgan shu joylarga deb. U paytda Istiqlol fermer xo'jaligi bo'lgan. Shunda G'ijduvon tuman hokimligiga Istiqlol fermer xo'jaligi murojaat qilyaptiki, meni yerlarimdan shu O'roqov, mana bir qancha familiyalar yozilgan hozir, bir 8 kishining familiyasi yozilgan adashmasam, shular tomorqalarga o'z qo'shimchaligi bilan uy-joy qurib olgan. Shularni menga qaytarib bering degan murojaat qilyapti. Natijada G'ijduvon tuman hokimligi G'ijduvon tuman fuqarolik sudiga qurilgan uy-joyni buzdirish bo'yicha da'vo ariza kirityapti 2002-yilda. Qurilgan joylarga ko'ra 2008-yilda kirityapti. 2008-yilda. 2008-yilda qurilganidan keyin G'ijduvon tuman sudi buni qanoatlantiryapti, G'ijduvon tuman hokimi da'vosini. Ya'ni shu O'roqov To'ymurod, hozirgi bitta Jo'rabekning o'sha joy va boshqalarning yerlar, uy-joylari buzilsin, yerlar qaytarilsin deb tuman hokimligiga Istiqlol fermer xo'jaligi qaytarilsin deb da'vo chiqdi. Shunda fuqarolar demak ariza bilan turli respublikaning turli rahbariyatiga, idoralarga murojaat qiladi. Murojaatlar natijasida G'ijduvon tuman hokimligiga murojaat qilyapti va advokat ham o'sha paytda olinyapti. O'sha paytda xizmat ko'rsatgan advokat Hamidova G. Hamidova 2008-yilda G'ijduvon tuman prokuroriga, G'ijduvon tuman hokimiga, viloyat prokuroriga,
prezidentga, vazir mahkamasiga, bosh prokuror arizalar bilan murojaat qilyapti. Fuqarolar Baqoyev Komil, Muhammedov Ne'mat, O'roqov To'ymurod, mana hozir O'roq Jo'rabekdagi yerni otasi. Tog'ayev hozir aytgan sumatsiz joyi, Rahmatov Ne'mat, Godborovlar nomidan ariza bilan murojaat qilyapti advokat. Suddan maslahat bo'ldi. Vaholanki ushbu joylar deyapti 90-yillar, 92-yillarda fuqarolarga tomorqa xizmati berilgan. Bu istiqlol fermer xo'jaligiga tegishli yerlar emas. Siz aksincha xato qilib berdingiz. Sudda qaror ham noto'g'ri bo'ldi. Ularni buzmasdan bizga qonuniylashtirib, hujjat qilib bering deb murojaat qilyapti. Ushbu ariza kelib Buxoro viloyat prokuraturasi tomonidan qo'llaniladi 2008-yilda. Va natijada o'sha paytda 2008-yilda Buxoro viloyat prokurorining o'rinbosari J.R. Nizamov fuqarolarga va advokatga javob xat yozyapti, mana javob xat. Javob xatini sanasini eslataman. Demak, 2008-yil 17-oktyabr sizning viloyat prokurori nomiga bergan arizangiz ko'rib chiqildi, deyapti. Ushbu yer maydonlari Istiqlol fermer xo'jaligi rahbari Hoshimov hukumat tomonidan hukumat tomonidan yuritilayotgan fermer xo'jaligining 147-kontori yeriga kirmaydi, deyapti. Bu joylar Istiqlol fermer xo'jaligining 154-kontori, shu yerda 154 bo'lgan ekan, keyinchalik 277 bo'lgan. 154-kontoriga ko'ra 7 gektar ajratilgan. Shundan 4 gektar ekin yeri. Lekin biz qayta o'lchab ko'rdik. Fuqarolar o'sha Mahmudov Maqsud, Farhodov Furqat, demak, O'roqov To'ymurod va boshqalarning egallab olgan yerlari Sadriddin Ayni nomli shirkat xo'jaligi boshqaruvi tomonidan, qarang, Sadriddin Ayni nomli shirkat xo'jaligi boshqaruvi tomonidan berilgan ekan ularga yerlar berilgan ekan. Sizlar tuman hokimligiga qayta murojaat qiling va demak rasmiylashtirib berilishi mumkin tuman hokim tomonidan. Sizning ushbu yerlaringiz qonuniy qilib. Shundan keyin yangi ochilgan holat sifatida Vijdon tuman sudiga murojaat qiling va demak sizning ishingiz qayta ko'rib chiqiladi deb men nizom imzo qo'yib bergan. Buxoro viloyat prokurori o'rinbosari. Biz keyin buni surishtirdik. Haqiqatan shundan keyin bular murojaat qilgan, lekin arizalar bo'yicha tuman hokimi ularga yerlarga qaror chiqarib bermagan, lekin ijro ishi to'xtatilib, sudning qarori to'xtatilib, u joylar buzilmasdan to mana shu Ahmedov tomonidan uy joylarni bir martalik aksiyaga hujjatlashtirib berildiga qadar yashab kelgan ekan. Mana tagini sizga topib berdik. Sudga ham topib berib shuni aytdim. Sud eshitib o'tirdi. Berdik. Shu Nizomovning javobini ham hammasini berdik advokatdan ularni. Xulosalar yozmalari. Bu ham tepaga 80 bilan berilgandi. Lekin afsuski ajrimda bularga munosabat bitdi. Endi qarang, mana bizning qo'limizda Mirzo O'rin Ovadi fermer xo'jaligini yerlarini to'plab. Ushbu yerlar 2016-yil 3-mayda shartnoma asosida fermerga berilgan. 2016. Bu 2008-yilda viloyat prokurori o'rinbosari javob xat beradi. 8 yildan keyin, ya'ni Istiqlol fermer xo'jaligi tugatilib ketilyapti. Undan keyin 2016-yilda Mirzo Ahmad fermer xo'jaligi tashkil bo'ladi. Mana ijara shartnomasi, ijara shartnomaning arkasida Mirzo Ahmad fermer xo'jaligi xaritasi asoslangan mana. O'rnayapti. Mana sariqib qo'yganman mana xaritaga. Qarang, 277-kontur berdi, belgilanayapti. Hozirgi fuqarolar O'roqov, Hikmatovlarning yer maydonlari boshqa, o'zi 8-10 ta fuqaro yer maydonlari alohida ajratilib, konturdan chiqarilib, chizib berilyapti fermerga. Ya'ni ular fuqarolar tomonidan egallangan yer maydonlari fermer xo'jaligi 277-konturga kiritilmayapti. Chizib mana nuqta chiziqchalar uzuq chizib nuqtalar bilan ajratilib, bu yoqda aholi punkti deb yozib beryapti. Mana sizga mana dalil. Sud nima qilyapti? Tergov organini chala haligi asoslanmagan va Baxtiyor Ammonov tomonidan berilgan oddiy xatni asos qilib 207 ga o'tib ketyapti. Mana karta. Bundan tashqari sudga aytdik, bizga kartani olib kelsin. Bu Ammonovning xulosasi, Baxtiyor Ammonov xulosasi, bitta xulosa, tamom. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi qanday biz bilamiz? Biz undan keyin bir qancha hujjatlarni taqdim qildik. Bu Ammonov xulosasini haligi asossizligini tasdiqlovchi. Biz aytdik, Buxoro Giprazem degan tashkilot bor, yerlarni toifasini belgilovchi tashkilotlar bor, o'sha paytdagi Google syomkalar bor, ularni berdik. Mana shular 2002-yillardan boshlab alohida
fuqarolar egallab olib tomorqa sifatida foydalangan. Bu fermer xo'jaligi tashkil bo'lganda 277 kirmagan. Kirmagan turibdi. Lekin sizni Amonov tomonidan yuritilgan tuman xaritasini biz bilmaymiz. Bu o'zi chiqarmagan bo'lsa, vedомствоdan, kartasidan nima aybi bor Ahmedovni yoki boshqa odamlarni bu yerda? Aksincha, Baxtiyor Amonovni yoki o'sha ishni o'sha paytda qilmagan shaxslarni bu yerda javobgarlikka tortish kerak. Nimaga o'z vaqtida o'sha qishloq xo'jaligi xaritasiga yoki ведомствоga o'zgartirish kiritmadi o'z vaqtida? Axir prezident farmonda yozib qo'yibdi. Viloyat Toshkent shahar hokimliklari yer ustlari kadastridan bilan birga tuman shahar hokimi qarori chiqqandan keyin o'zgardi. Vaholanki uni 2002-yilda o'zgartirish kerak, 2016da o'zgartirish kerak mana. Xaritaga, u xaritada chiqarib bergan. Lekin u yoqda o'zini yer ustlarida balgib turgandi. Chunki o'shanga qarab berganini biz bilmadik. Rostmi yolg'on bilmadik. Oliy sudda ham buni aniqlash imkoni bo'lmadi. Chunki Oliy sudda ishini juda ko'p vaqt davom etdi. Bu orada prokuror bir marta almashib, keyingi prokuror yana keldi. Har xil vaziyatda bo'ldi bu yerda. Xullas mana bu keyingi dalilimiz. Undan keyingi dalil. Undan keyin G'ijduvon tuman hokimi qaror chiqaryapti xatlovdan o'tkazish bo'yicha. Xatlovdan 2022-yilda fevral oyida. Ya'ni jinoyatchi oktabrda qo'zg'atilgan bo'lsa, fevral oyida xatlov qilinib, unda ham mazkur yer maydonlari 277-kontrdan fuqarolar tomonidan turilgan yer maydonlari chiqarilgan. Sud buni inobatga olmadi-ku, bu viloyat hokimining qarori chiqsa, bu keyin kuchga kirar ekan, men inobatga olmayman. Nimaga inobatga olmaysiz? Nimaga? Bu ham normativ hujjat, mayli kuchga. Lekin hozir mutaxassis aytdi, biz shu bilan ishlayapmiz. Endi viloyat hokimi, Buxoro viloyat hokimi qarorini tasdiqlamasa, Ahmedovdan nima tasdiqlamay qolib ketgan bo'lsa. Fakt, argument, dalil. Fuqarolar ushbu yer maydonlarini 90-92-yillarda tomorqasidan foydalanib, 2000-2004-yillarda uy-joy qurib, 2019gacha foydalanib kelganmi? To o'ziga aksiya doirasida qaror chiqmacha foydalanib kelganmi? Shuni tasdiqlovchi barcha ma'lumotlar bormi? Mirzo'gulning omadi fermer xo'jaligi 2016-yilda tashkil etilganmi? Ya'ni fermer uy-joylar qurilishlari keyin tashkil etilganmi? Qog'ozda qolib ketgan bo'lsa, bu nima bizda fuqaroni aybi yoki Ahmedovning aybi nima bu yerda? Kim kiritish kerak o'z vaqtida bu? Nimaga birinchi aybdor qilib jinoyatchi bo'lib qolish kerak bir umrga tanqo bosadi? G'ijduvon tuman hokimi tomonidan berilgan ma'lumotga ko'ra, aksiya doirasida G'ijduvon tumanida 15861 ta murojaat kelib tushgan. Shuning uchun aytayaptiki, birorta joyda farmonda ham, nizomda ham komissiya raisi chiqib 15861 ta joyga borib kelsin degan joy yo'q. Faqat komissiya a'zolari joyga chiqadi deyapti. Uni vazifasi yoki vakolatlari ham belgilab berilmagan nima qilishini. Faqat dalolatnoma tasdiqlangan, tamom. Buxoro viloyati Kadastrlar palatasi boshqarmasi boshlig'i Zayniddinov xulosa beryapti. Xulosada deyapti. O'zboshimchalik bilan qurilgan turar joylarga nisbatan mulk huquqini e'tirof etishda egallangan yer maydonining toifasi, ya'ni ekin yeri yoki ekin yeri emasligi qaror qabul qilishda ahamiyatga egami? Ega emasmi? To'g'risida qarorda, farmonda birorta ma'lumot yo'q, berilmagandi. Ma'lumot berilmagan bo'lsa, qanday qilib biz uni ekin yerga Ahmedov qaror chiqarishiga sababchi bo'ldi deymiz uni. Yozilmagan narsaga qanday aybdor deb topamiz? Keyingisi ish hujjatlarida ham bor. 2023-yil 24-iyul kuni Saidov tomonidan G'ijduvon tuman Kadastrlar palatasi rahbari Fobi Saidov tomonidan berilgan ma'lumot, ya'ni O'roq va Hikmatqlar uy-joylari joylashgan yer maydoni aholi punkti doirasidagi yerlar toifasiga mansubligini bildiramiz. Bugungi kunda aholi punkti doirasida yerlar toifasini bildiramiz deyapti 23-24-yilda. To'g'ri aytayapti. Bugungi kunda deyapti 23-24-yil orasida. Aholi punktiga kiradi. Uy-joy qurib odam qurib 2004-yildan yashab kelayotgan bir aholi punktida yashab keladi-ku, boshqa qayerda yashab keladi? Undan keyingi dalil. Mana biz sudga taqdim qildik. Ya'ni kommunal xizmat ko'rsatuvchi idoralarning ma'lumotnomalarini, gaz, demak elektr. Gaz, elektr aytayapti mana 2004-yil demak yildan 2025-yilga qadar
fuqaro Hikmatov Asadga men xizmat ko'rsatib kelyapman. 04.05 478 sonli shartnoma rasmiylashtirilgan. 2004-yildan buyon ular elektrdan foydalanyapti. Hikmatov. U Asad. O'roqov Jo'rabek esa 2004-yildan u ham elektrga ulangan ekan. 2004-yildan boshlab. Gaz ham xuddi shunday mana spravka beryapti, ma'lumotnoma beryapti. Xuddi shunday soliq organi beryapti. Demak, soliq organi aytayaptiki, oldin ular tomorqa sifatida demak soliq to'lab kelgan 2018-yil 25-aprelda qaror chiqishidan 1,5 yil oldin. 25-aprelda demak fuqaro Hikmatov Asadga 22.11.11.03.04.01 sonli kadastr raqami berib, yer solig'i, mulk solig'i to'lab kelyapti. 2018-yil holatida. Xuddi shunday 2018-25-yil holatida O'roqov Jo'rabek ham oxiri 0170 raqamli kadastr raqami berilib, ushbu joyga mol mulk solig'i, yer solig'lari to'lab keladi. 18-yil. Qaror demak 19-yilga chiqdi-ku. Ahmedov tomonidan tasdiqlangan dalolatnoma bo'yicha G'ijduvon tuman hokimi qarori 19-yilda chiqqan. Prezident farmoni ham demak 2018-yil 20-aprelda chiqqan. Unga aytayaptiki 2019-yil 1-mayga qadar aksiya amal qiladi deyapti. Ma'lumotlar, dalillar, ya'ni o'sha yerlar 90-92-yillarda birinchi tomorqa sifatida fuqarolarga berilganligi, undan keyin 2004-2002-yillarda bu joylarda aholi o'z boshimchalik bilan yerlarni, o'sha tomorqa yerlariga uy joylar qurib yashab kelayotganligi, undan oldin istiqlol fermer xo'jaligi bo'lib tugatilib 2016-yilda Mirzo-Omad o'rni fermer xo'jaligi bo'lganligi. Bu jarayonlarni o'z vaqtida tuman yer resurslarida qayd qilish, o'zgartirish kiritishda Ahmedovning nima aloqasi bor? Buni tegishli o'sha yer resurslari kadastri xodimlari qilish kerak edimi? Hujjatda mayli keling qolib ketgan bo'lsa, nima aybi bor? Bizga holatlar, faktlar uni inkor qiluvchi-ku. O'sha qolib ketganligini inkor qiluvchi holatlar, faktlar-ku. Nimaga buni sud inobatga olmaydi? Real faktni. Nimaga asossiz shubhali holatlarni inobatga oladi? Nimaga JPK 22-modda haqiqatni aniqlash prinsipiga to'liq amal qilmaydi? 23ga shubhalar kimning foydasiga hal qilinish kerak? Yana bitta asosiy dalilni aytaman. Farmonni o'qib berdim. Adliya vazirligiga farmon bo'yicha bajarilishini demak bir xilligini ta'minlash va agar qonun buzish bo'lsa bartaraf chora ko'rish yuklatilgan. Qarang. 2019-yilda 6-sentyabrda bitta, 2019-yil 4-sentyabrda bitta G'ijduvon tuman adliya bo'limi boshlig'i M. Jo'rayev tomonidan demak komissiya raisi hozirgi Ahmedovning nomiga taqdimnoma chiqarilyapti. Faraz qiling, 2019-yil 4-sentyabr, 6-sentyabr. Taqdimnomaning mazmuni nima? Ana sizga hozirgi holat aytyapti. Mazkur aksiya doirasida o'rganishlarimizda fuqaro Raufov Akmal, fuqaro Rauf Akbarlar tomonidan qilingan murojaatlar, ular tomonidan qurilgan uy-joylar, bino inshootlar ekin yerida joylashganligi sababli rad qilingan ekan. Birinchi taqdimnomada, ikkinchi taqdimnomada fuqaro Suvonov Asilbek tomonidan qurilgan bino inshoot ekin yerida joylashganligi sababli komissiya tomonidan mulk huquqini e'tirof etish rad qilingan. Deyapti-yu adliya, lekin deyapti. Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan qonunning 6 va 13-aksiya bandlarida bunday, ya'ni ekin yeri bo'lsa sen rad qilasan degan joy ko'rsatilmagan. Sen noto'g'ri qilgansan deb komissiyaga taqdimnoma qilib, ushbu holatlarni bartaraf qilib, zudlik bilan tuman adliya bo'limiga javob ber deyapti. Bu mana shu adliyani taqdimnomalarini Ahmedov komissiya yig'ilishiga ko'rib chiqib, demak, ushbu 3 ta fuqaroga nisbatan mulk huquqini e'tirof etish to'g'risida demak o'zi rad qilgan holatni adliyaning taqdimnomasi asosida bekor qilib, ushbu 3 ta fuqaro ekin yerga qurgan joyi uchun mulk huquqini olib ketyapti. Mana taqdimnoma. Buni ham Oliy sudga berdik. Endi nima deysiz endi? Qani, shuncha dalilni aytdik. Nima uchun Ahmedov endi fermer xo'jaligini yeri ekanu 277-konturdagi O'roqov bilan Hikmatov tomonidan qurilgan, o'z boshimcha qurilgan imorat. Shuni bilib turib yoki aniqlamasdan,
komissiya yig'ilishiga qo'ymasdan, aniqlamasdan 207-moddadagi jinoyat sodir qildi. Va holanki takror aytyapman men buni nimaga? Bu joylar 90-92-yillarda tomorqa suvida berilgan fuqarolarga. Ular 2002-2004-yillarda shu tomorqalarda uy joy qurib olib, foydalanib kelgan gaz, svetlarini to'lab 2018-yilda prezident farmoni chiqqandan keyin murojaat qilyapti. Menga shu joylarimni demak hujjat qilib bergin deb. Bu orada qarang, shu aytib ketay. 2008-yilda bir marta G'ijduvon tuman hokimligi o'sha paytdagi Istiqlol fermer xo'jaligi manfaatlarini ko'zlab, o'sha joylar, tomorqa joylarga qurilgan imoratlarni qaytar deyapti. 8-9 ta familiya o'qidim. Sudda ko'rib qanoatlantirilyapti. Keyin fuqarolar murojaat qilgandan keyin Buxoro viloyat prokurori o'rinbosari Nizom o'rganib javob xati beryapti. Biz o'rgandik. Siz tomoningizda qurilgan tomorqa yerlar ekan, ular fermerning xo'jaligi yerida kirmaydi. Shuning uchun siz tuman hokimiga qayta murojaat qiling, hujjatlashtirib oling. Keyin yangi ochilgan holat bo'yicha sudning qaroriga demak shikoyat bildiring. Shunda siz hujjatlashtirib olasiz deyilgan. Mirzo Ahmad o'rni fermer xo'jaligi 2016-yil 3-mayda tashkil bo'lyapti. Mana sizga argumentlar, dalillar. Yana nima kerak sizga? Sudlov hayoti Rasulov boshchiligidagi. Yana shuni tushunib yetish uchun yana nima kerak? Qanday qilib biz sizni yozgan ikkita asosli deb bilamiz. Ya'ni aksiya doirasida komissiya raisi sifatida aniqlik kiritish lozim bo'lgan holatlar mavjud bo'lsa-da, ushbu holatda ikkita odamni fuqaroni demak uy joyini rasmiylashtirishga aniqlik kirish mavjud bo'lsa-da, lekin ularni komissiya yig'ilishida hal etish uchun komissiya yig'ilishga kiritmadi. Hal qilish choralarini ko'rmadi, mansabga sog'lig'ini qaradi. Natijada fermerning yeri o'tib ketdi deb bilamiz. Fermerning yeri o'tmagan-ku. Fermer bo'lmagan-ku paytda. 2002-yilda, 90-yillarda fermer qayerda bo'lgan payt? Men o'sha kuni ham aytdim sud hayatiga. Hujjatda turgan bo'lishi mumkin, u ham mumkin deyapman. Chunki sudda tasdiqlab berilmadi, aniqlanmadi. Hujjatda qolib ketgan bo'lishi mumkin fermerni. U mana Amonov Baxtiyor yozib bergandek. Uni ko'rsatmasdi. Lekin u ham og'zak aytyapti bitta qog'ozcha bilan. Lekin bizga asoslab bering buni. Fermer yeriga qolib ketgan bizda 90-yildan 92, 2002, 2004, 2008 va 2016, 2018 mana 4 ta davr. Fermer u joyda mana O'roqov bilan Hikmatni uyini biror marta ekkan ekanmi fermer? Istiqloldi. Fermerni ham chaqirib so'raylik, Mirzo Ahmad o'rnini ham so'raylik o chaqirib. Qani biror narsa ekkan ekanmi fermer o'shani? Yoki olib fermer xo'jaligini ijro sharti tuzilgandan keyin yerini o'lchab berib, unga topshirish qabul qilish davlatnomasi qiladi. Qani fermerni ko'rsatib, mana shu qurilgan uy joylar tagi saniki deyilgan ekanmi? Deyilgan emas-ku. Fermer bilmaydi bu narsani. Mana qo'liga berilgan, men ko'rsatdim sizlarga mana. Fermerga berilgan. Mana chiqarib tashlangan kartada. Lekin vedomostiya qolib ketgan bo'lsa, nima aybi bor Ahmedovning yoki komissiyaning a'zolarining nima aybi bor? O'sha D. Rahmatovning ham, I. Rahmatovning nima aybi bor bu yerda? Shuning uchun mana hurmatli do'stlar, yurisprudensiya ahli, Oliy sud rahbari Islomov, prezident administratsiyasi rahbariyati, prezident administratsiyasining sud huquq masalalari bo'yicha mana opamizga murojaat qilamiz, yuridik boshqarma boshliqlariga murojaat qilamiz, Vazirlar Mahkamasi boshlig'iga murojaat qilamiz. Mana prezident qaror farmonini, vazirlar qarorini sharhini buncha qilib beringlar bizga. Ekini yeri uzoq bo'lmaydi. To'g'ri Ahmedov aniqlash kerak edi. Fermer qog'ozda bo'lsa ham bermaslik kerak degan joyini topib beringlar. 90%, 95% yerlarni, fermerlarni, yerlarni, ekin yerlarini olib odamlar qurdi. Hammasini hozir hammasida qo'lida hujjat turibdi. Men o'ylayman juda hammasi batafsil, aniq va ravon tushuntirib berildi. Shu o'rinda Islomov Baxtiyor akaga iltimos bilan aytamiz. Ushbu meni murojaatlarimdagi holatlarni diqqat bilan o'rganib chiqib, taftish instansiyasini ajrimini bekor qilish bo'yicha va ishni qayta rayosatda ko'rish bo'yicha protest kiritishni so'rayman va albatta bu oqlov bo'lishi kerak. Bitta inson boshiga tamg'a qo'yilishi kerak emas. Bunaqa jarayon bilan, bunaqa mavhumlik bilan bir kishi sudlanib, bir umrga turli idoralarda ishlash vazifasidan mahrum bo'lish kerak emas. Muhtaram prezidentimiz tomonidan qabul qilingan farmon va Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan qaror talablarini bunaqa buzib, bunaqa tushunish kerak emas. Yozib qo'yibdi aniq, fermer dehqon xo'jaliklari kelishgan holda yerlarni to'lov asosida sotdi deyapti. Aniq-ku.
Vaholanki u fermer ham sotmagan uni. Vaholanki tomorqa bo'lib, keyin tomorqada o'zboshimchalik bilan qurilish qilmas shartini bergan bo'lsa, o'zlari qurilish qilib olgan. Yana bitta narsa, mana shunday 10 tami 8 ta xonadon turibdi. Nimaga endi aynan 3 va 5-da turgan O'roq va Hikmatovlarning yerlaridagi holat noto'g'ri ekan. Qolganlari ham aksiya doirasida hammasiga shunaqa qaror chiqarib berilgan. Shuning uchun Baxtiyor Islom va yuqorida rahbariyatdan ushbu holatlarni sinchkovlik bilan o'rganib, protest kiritib, qaytadan ko'rib chiqib, adolat qaror topishida amaliy yordam berishni so'raymiz. Va biz hurmatli kuzatuvchilarga bir narsani havola qilmoqchimiz. Biz bu chiqishimizni qonunlar asosida qildik. Ya'ni ommaviy axborot vositalari to'g'risida qonun asosida, sudlar to'g'risida qonun asosida, advokatura to'g'risida qonun asosida, Jinoyat protsessual kodeks qonun doirasida amalga oshirdik. Biz hech kimga tazyiq o'tkazganimiz yo'q. Hech kimni demak ta'sir qilganimiz yo'q. Biron kishi bironta qarorni qabul qilishiga biz sud tomonidan qabul qilib bo'lingan va kuchga kirgan qarorni muhokama qilyapmiz. Va noto'g'ri ekanligini qayd qilyapmiz. Va bu chiqishimiz, bu ruknimiz davom etadi, doimiy bo'lib boramiz va keyingi o'rinlarda yana sudlarni xato qabul qilgan qaror, hukm ajrimlarini xuddi shunday asoslantirilgan tahlillar qilib boramiz. Bizni kuzatib boring. Hammaga rahmat.